680 ming so'mga 750 milligram olmali sok ichgan bo'larmidingiz? E'tiboringiz markazida Fransiyada ishlab chiqarilgan O'zbekistondagi eng qimmat olmali sok. Ushbu sok tarkibida 24 karatli oltin zarralari mavjud. Bu esa go'yoki quyosh botishi o'z oltinlarini sizning bokalingizga eritib to'kayotgandek ko'rinish beradi. Ushbu sok har qanday elit darajadagi stolni gultojisi bo'la oladi va har qanday tashrif buyurgan mehmonni lol qoldirmasdan qo'ymaydi. And I'm feeling good. I'm feeling good. Ko'chada siz haydayotgan avtomobil yoki qo'lingizdagi Jacob & Co soati sizni qaysi darajadagi inson ekanligingiz haqida gapirsa, stol ustida aynan mana shu sok gapiradi. You know how I feel. Eng qimmatida doim eng qimmatlari tilga olinadi. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun esa bizga obuna bo'ling.